Qadrdonlar, keyingi obyektimizga tushdik. Mana keyingi obyektimiz bir xona uy bilan bir xona xommo. Mana ko'rib turibsizlar, apolavkalarni to'qib qo'yib, bu yerda qoziqlik apolavkadan foydalandik. Mana hozir zapravkani boshlaganmiz. Qadrdonlar, bir dona like bosib qo'yasiz. Bizga motivatsiya bo'ladi. Uy solaman deb niyat qilganlar bo'lsa, qancha rasxod ketganini bilib turasizlar. Obuna bo'lsanglar bizga qancha rasxod ketganiga, necha xonaga barchasini bilib turasizlar. Albatta likelar bilan bizni poddeshka qilib turasizlar degan umiddamiz. Video davomida qancha rasxod ketganini hammasini aytib o'tamiz. Qadrdonlar, mana obyektimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi shu yerga ketgan rasxodni aytamiz. Barchaga qiziq. Shu ko'rib turgan obyektlarga birkamazdan mana ozgina oshib qoldi, ko'rinib turibdi ekranda. 800 mingga oldik. Shag'aldi, oshib qoldi. 1,5 tonna sement ketdi. 570 so'mdan oldik. O'zingizlar hisob kitob qilib chiqarib olasizlar. Xo'sh, bu yerda metrini aytadigan bo'lsak, 5,5 ga eni 3,20 bo'ldi. Xommomiz eni 1,5, uzunligi 3,20 eni hisobda. Xo'sh, endi nech puldan qo'yib berdingiz? Bu yerda obyektingizni deydigan bo'lsanglar, bo'yi 60, 1 metrgacha bo'lgan joylar bor o'ringa. Shuni 70 ming so'm apolavkasi ichida qo'yib berdik. Uy solaman degan insonlar bo'lsa, albatta hisob kitob qilib o'zingizlar chiqarib olasizlar. Usta haqqi bo'ladi 70 ming so'mdan 1 metri. Hisob kitob qilib o'zingizlar chiqarib olasizlar. Keyingi obyektda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.